Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz bo'ladimi? Meni ismim Islom. Avro kompaniyasida 7 yildan beri ishlayman. Hozir kunda shu menejer lavozimida ish faoliyatini olib boraman. Bugun men sizga Sibilon haqida savollarimni beraman. Rost va aniq javoblarni kutib qolaman sizdan. Aha, bemalol. Sibilonda qanday noyob texnologiyalar va materiallar qo'llaniladi? Bizning texnikamiz Sibilonda birinchi navbatda eng so'nggi texnikalar qo'llanilgan. Buni asosiy afzallik tarafdan bittasi 6-filtr mavjudligi. Ya'ni hech qaysi boshqa filtrlarda hozir kunda ishlatilmaydi, qo'llanilmaydi. Alkaline filtrning mavjudligi. Sibilonning yuqori narxini oqlaydigan asosiy afzalliklari nimada? Afzalliklari juda ham ko'p. Asosiylarini sizga aytaman. Birinchi navbatda nufuzli sertifikatlarga egaligi. Bu hech qaysi boshqa filtrlarda, ya'ni standart bo'yicha, C standart bo'yicha dunyo reytingida birinchi o'rinda turadigan texnika bo'lgani uchun ham o'sha nufuzli sertifikatlar berilgan. Filtrning ishlash muddati bozordagi analoglardan qanday farq qiladi? O'rinli savolni berdingiz. Hozir kunda juda ham ko'p bunaqa savollar bor. Albatta, birinchi navbatda quyma filtr, ya'ni ichi ochilmaydi. Paxtali, lattali filtr emas, polipropilen tayyorlangan nemislarning peshuv materialidan. Ya'ni filtr to'lgandan keyin signal beradi. Ya'ni ishlab kir suv chiqazib beravermaydi. Ba'zi bir filtrlarga o'xshab. Filtrning samaradorligini tasdiqlovchi 3-tomon sinov sertifikatiga egami? Albatta ega. Boya o'sha sanab o'tgandek, siz juda ham endi nufuzli sertifikatlari ko'p. 3 ta asosiysini sizga aytib beraman. Birinchisi TSG sertifikatini, ya'ni Shveysariya laboratoriyadan o'tgan suvni sifatiga, kачествосiga garantiya beradi. 2 yil sotuvga ruxsat berilmagan apparat, qachon sotuvga ruxsat berilgan? Tekshiruvdan o'tgandan keyin. Inson salomatligi uchun kaliy, kalsiy foydali bo'lgan minerallarni o'tkazib berishda me'yorda o'sha sertifikatdan olgan. Ikkinchi sertifikat keladigan bo'lsa, NSS sertifikati. Bu ham asosiy sertifikatlardan bittasi hisoblanadi. Nima desam bo'ladi endi? Apparat ekologik toza mahsulot, hech qanaqa inson salomatligi uchun o'zidan zararli narsa chiqarmaydi. Ya'ni ko'chadagi oddiy plastmassa filtrlar emas. Sifatli, kачественный mahsulot ishlatilgan bu yerda. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, tut sertifikat. Apparat tokda ishlagani bilan inson salomatligi uchun hech qanaqa radioaktiv nur tarqatmaydi. Mutlaqo bezarar. Telefon, televizor kabi xuddi o'shanaqa narsalar. Endi tokda ishlaydigan hamma narsa radioaktiv nur tarqatadi, bu mutlaqo bezarar salomatlik. Filtr bilan sotuvdan keyingi xizmat yoki kafolat nima taklif etiladi? Bizda 3 yil garantiya cheklanmagan darajada servis bor. Kompaniyamiz 2 yil, 3 yildan beri ishlayotgan kichkina kompaniya emas. 18 yildan beri mamnun mijozlarimiz hozirgacha ishlatyapti. Servis bilan o'sha garantiyasini hisobiga ko'proq tanishlariga ham tavsiya qilyapti. Nimagaki, ishonarli kompaniya bo'lgani uchun. Oxirgi savolim qoldi. Sibilon filtr premium klass deb aytsa bo'ladimi? Bu savolingizga javobni mijozlarimizdan so'rang.